Insta blogerlar oyiga necha pul topadi? Hozir shuni bilib olamiz. Qizlarning ajali. Assalomu alaykum aka, sog'liqlasizmi? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Assalomu alaykum. Alo. Ayini. Shu o'qishga kirolmasam Rossiya ishga ketaman. Qishloq bolalar bitta gapira, aniq kirolmayman. Konsertlar zo'r. Yaxshi uyatdan, xudo xolasa bugun oxirgi kunimiz. Nasib etsa. Aka, savollarimizga o'tamiz. Aka, necha yildan beri media sohasidasiz, ya'ni blogerlikda? Mana shu blogerlik sohasi, Instagram sohasiga 2 yil bo'lyapti. 2 yildan beri shu sohadasiz. Tushunaman. Instagramda bitta storiesiz necha pul, bitta post necha pul? Stories narxlarimiz $1000 hozirgi kunda, 4,5 ming, 5 ming post. O'rtacha bir oyda Instagramda necha pul topasiz? Bilaman, komanda ishlaysizlar. Bu bolalarga berganingizdan tashqari Instagram sizga necha pul foyda keltiradi? Bir oyda. O'rtacha narx shu 10 ming, 10 mingdan ziyodroq shu atrofda. Kamtarlikda. Yosh blogerlarga nima maslahat berasiz aka? Eng keraklisi pulga qiziqmaslik kerak bo'ldi. Pulga qiziqmaslik. Pulga qiziqmas. Masalan, xalqqa manzur bo'ladigan, ozgina bo'lsa ko'rganda haligi tashlarni unutmaydigan, yumorlik bo'lsa yumorlik yoki boshqa hali sohadagi bloger bo'ladigan bo'lsa boshqa sohada keraklisi shu pul deb o'ylayman. Chunki men ham pulga qiziq boshlamaganman. Bunaqa bo'lib ketishini ham bilmaganman.